$3000 strategiya haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Men Davronbek. Bugun $3000 strategiya haqida gaplashamiz. Men shunchaki hayratda qolyapman, qanday qilib bu strategiyani 3000 ga olyapti odamlar. Ba'zi bir treyderlar $3000 ga sotyapti. Mumkin emas bu. Umuman o'zi tradingda bir 3000 yoki 2000 o'zi $1000 strategiyani o'zi yo'qda akalar. Trading to'g'ri juda qiyin soha. Lekin uni borib kimgadir kursga nimadir qilish kerak emas. Bozor haqida gaplashamiz. Aynan mana shu bitta narsani $3000 ga pullashyapti ekan. Men shunchaki hayratda qotdim, ochig'ini aytaman. Qanday qilib bu strategiyani shunga va o'sha treyderlarni ham aytaman. Endi ular 3000 ga sotyaptimi yo'qmi bilmadim, lekin ana shulardan o'rganganlar $3000 dan bu strategiyani pullayapti ekan. MK Samandar degan treyder bor, bilasizlar. Instagramda mashhur. Keyin yana Asrorbekmi degan treyder bor. Unda ikkalasida ko'rganman. O'zi bu strategiyani balkim ko'p treyderlar ishlatar, u haqida bilmayman. Aytaylik, haddan ziyod bir bilmayman, bu umuman o'zi strategiya emas-da, bu buni strategiya deb ishlatishning o'zi xato. Buni qanday qilib $3000 dan pullayapti bilmayman. Odamlar sodda bo'lgandan keyin shunday bo'ladi ekan. Demak, men professional yoki dahshatli treyder emasman, o'zim treyderman demayman. Prosta tak xalqqa chimachiganlik uchun bu videoni yozishga majbur bo'ldim desam ham bo'ladi. Buni nima uchun $3000 dan olyapsizda? Nima uchun bunaqa bir paflo strategiyalarni, paflo narsalarni odamlar sotib olyapti? Men bu zonalarga e'tibor bermaysizlar. Endi bu zonalarni hammasi qaytarish kuchiga ega, tillarda men ko'rsatib beraman. Men boshqa nimalarda ham nima qilganman, bu joyda ko'rgansizlar, qaytarib yuborgan zonamiz birinchi. Qaytarib bilmadim, 500 punkt atrofida tushgan bo'lsa kerak, hozir hisoblaymiz. Где-то 40 dan deylik. Bo'ldi, 600 punkt atrofida tushgan ekan. Demak, ko'rib chiqamiz ana shu $3000 strategiyani. MK Samandar degan treyder MKS zona deb atayapti bu strategiyani. Endi bu undan oldin ham bo'lgan, buni MKS deb zona deb qo'yib olishim menimcha xato, yana ham bilmadim, o'zlari biladi. Aytaylik, nega $3000 dan sotayotgan odamlarni shaxsan o'zim quloqim bilan eshitdim aka. Jonli efirda $3000 dan shu strategiyamiz bor deb pullayapti. Qaranglar, strategiya juda oddiy. Men bunday qilib har joydan zonachalar chizib oladi treyderchalar. Qaraysiz. Mana shu zonadan bozor qaytadi. Shu yerda 100 punkt bizni tek profitimiz, 150 punkt bizni tek 200 punktdan tushishi mumkin. Endi qaraysiz. Yu joydan bir zonalar chizib olyapti. Qanday chizyapti ana shu zonani? Aynan o'sha MK Samandar va Asror degan treyderda ko'rdim men shaxsan ko'zim bilan. Endi ular balkim noto'g'ri tushunadimi, uni farqi yo'q. Taglarni ko'rganimni aytayapman, lekin yana bir ikkitalar ular sotayotgan odamlarni aytay. O'z tradingdan muammo bo'lyapti hozir. Shuning uchun muammoni ko'paytirmaymiz. Endi ko'rgan odamlarni aytayapman. Bu strategiya juda sodda. Oddiy trading viewga kirasizmi, boshqa joyga kirasizmi, shunchaki tepadan pastga chiziladigan mana shu chiziqni tortasiz va H4 ga shunchaki bosasiz. H4 o'rtasidan belgilab beradi. Endi H4 o'rtasidan belgilagandan keyin M15 time frame ga kirasiz va mana shu shamni hozir men chizib beraman. Mana shu sham zona sifatida ishlatiladi. Bu to'g'ri. Bu hozir to'g'ri kelib qoldi. Har doim ham bunday bo'lmaydi. Qaraysiz. Mana shu sham qaytarish kuchiga ega deyiladi. Har doim ham bunday kelmaydi. Hozir qandaydir to'g'ri kelib turibdi. Qaraysiz, bu hozir chizib ko'rsataman. Bu qarochisi, men bu joyni turib shunday qaytib ketish kerak. Qaytgan ham qanchadir punkt bilmayman, hozir hisoblab ko'ramiz. Agar buni yorib o'tib ketsa, keyin ratisidan bay kirish kerak. To'g'ri. Bu narsa hozircha to'g'ri etagida. Lekin bu narsa o'zi har doim to'g'ri bo'ladimi? Bu yerda nima deydi?
o'zi Rebier, Demant, order blokka o'xshagan narsa hosil bo'lgan. Har doim ham mana bunday Demant zonalardan bozor harakat qiladi, bilsangiz. Agar bu zona ishlamagan taqdirda ham mana shu zona qaytib kelgan vaqtda mana bu Demant zona ishlab beradi. Demant zona 100% qaytarish kuchiga ega bo'ladi. Har doim Demant zona, hattoki o'sha Londondagi eng kuchli oqishlarda ham Demant zona qaytaradi qanchadir punkt. Iloji yo'q. Chunki Demant shunday kuchga ega. Mana shu yer M15 qancha katta time frame bo'lsa, shuncha yaxshi qaytaradi. Mana shu Demant qaytarib yuboradi bana. Tushunyapsizmi? Qaytib kelishi endi mana bu joydan stop olgan bo'lishi ham mumkin, tek olgan bo'lishi ham mumkin. Hozir ko'ramiz uni. Qaraysiz, shunday qaytib keldi. Mana shu joyga retest taq. Mana bu zonamizda harakatlandi. Betakda unday bo'lmaydi. Chunki mana bu Demantda harakatlanadi. Demantda harakatlanganligi uchun bozor yurib beradi. Aslida agar shunday bo'ladi, hozirgi holatda endi har doim bunday bo'lmaydi. Ba'zi vaqtlar umuman ishlamaydi bu narsa. O'zi ba'zi vaqtlar emas, ko'p vaqt ishlamaydi. Bu narsani $3000 dan sotish umuman ahmoqlik. Endi ko'ramiz. Hozir men Pepsini hisoblab ko'raman. Pepsi qancha bo'lgan? Minusga hisoblasak ham, plusga hisoblasak ham farqi yo'q. Endi mana bu joyda где-то normalniy Pepsi deyiladi. Bu aslida 100 punkt wow deb yuboradi. 100 Pepsi aslida. Endi to'g'ri 100 Pepsi kichkina emas, katta emas. O'rta normal. Aytag'lar, lekin bu yerdan ko'pchilik stop olardi baribir. Shaxsiy fikrim meni stop olardi ko'pchilik. Lekin bu har doim ishlamaydi. O'ylaymanki, birinchi mohiyatini tushuniladi. Endi men bunday H1 da ham xuddi mana shunday holat qiladi ular. Yana bizning bitta zonamiz bor deydi. Shuni kiradi. Taq. Mana shu bosasiz. Mana shu shamni shuni o'rtasiga bossangiz, o'zi aniqlab beradi ana shu MKS zonasini. Qisqartirib aytganda MKS deb nom qo'yib olibdi. Ana shu zonani. Endi buni odamlar pilyapti. Keyin shunday M5 time frame ga kirasiz. Va mana shu qaysini o'rtasida turgan bo'lsa, ana shunga bosasiz ekan. Mana shuni zona deb olasiz. Ketdi, mana shu yer zona. Mana shu sham biz uchun zona bo'ladi. Endi men shu shamni pastidan tepasidan zona deb belgilab chizishim kerak. Bu zonamiz. Mana shu zonaga kelgan vaqtda bozor qaytarish kerak. Mana qaytargan qaraydi. Qanchalar punkt qaytargan, kelib berishi bilan bayga kirish kerak edi, lekin kelib bermay ketdi. Lekin qachondir bir kun kelib beradi va men bu Demantdan harakatlanadi. Endi men bitta H4 bilan bitta H1 ni ko'rsatdim. Bu yerda o'xshash ehtimoli katta, chunki pastda Demant bor. Ozmoz soya tushirib Demantdan o'tish kerak. Endi bularni o'chiramiz. Bizga kerak emas, chunki tushundilaringiz o'ylaymanki. Demant faqat bozorni haftadan haftaga o'tishida giflar bo'ladi. Ana shu gifda ishlamaslik ehtimoli katta. Katta emas, aniq desa ham bo'ladi, chunki u gif hech qanaqa Demantga bog'liq emas. Bozor yurmay turib uchib ketadi, shuning uchun ham ikki tomon gif qilganligi uchun Demant zonalar ishlamaydi. Endi qaraysiz, bu H1 ni ko'ramiz. Bu H1 dan ham zona topishimiz kerak. Bular zonani qanday topyapti? Ko'pincha tepadagi order bloklardan topyapti. Mana bu order blokdan zona topyapti. Ham bu joyda Demant bor, Demantdan zona topyapti. Asosiy ishi shu bo'lyapti. Ya'ni Demant va order bloklardan zona topyapti va ana shu yerlar ishlaydi. Mana sizlarga xuddi o'shalarni ishini qilib beraman. Order blok, mana order blok, mana shu order blokdan zona topamiz, ketdik. Endi M5 ga tushamiz, chunki bu H1 da H4 da emas. Endi mana shu yerni men chizib qo'yaman. O'zlaringiz uchun ham balkim chizib qo'yinglar. Xohlagan joylaringizdan ko'rsangiz bo'ladi. Ketdi. Endi bu hali ishlamaydi, chunki hali endi kelyapti. Mana shu yerdan qaytarish kuchiga ega bo'lish kerak ekan. Aslida bu order blokdan обязательно qaytaradi. Uni hech qanaqa bunaqa zona poni chizish kerak emas. Oddiy kichkinaytirib, misol H1 da shu yerda order blok bormi? M5 emas, M15 da savdo qiling masalan. M15 dagi order blokka qarang, qayerda bor?
Bu joyda kichkinagina qaytarish kuchi bor, misol uchun. Mana shu joyda. Mana shu joyni olasiz. Keyin mana border blokning o'zidan mana tana qismidan olsangiz ham bo'ladi, chunki agar mana bu joydan olsangiz, soyasidan juda katta bo'lib ketadi. Odamlar mana shu narsani pullayapti. Dahshat. Prosta tak dahshat. O'zi ham kam emas, $3000 pullayapti. Endi ko'ramiz H4dagi qaytarish kuchi qayerda ekan. H4da o'zi bu yerda hech narsa yo'q. Qaranglar, bozor ishlagan joylarni ko'rib beraman. Короче, bozor u yoqqa bu yoqqa yurgan joylarda o'sha zonada ishlaganmi yo'qmi? Ketdik. Qayerda ko'rsam bo'ladi? Kreditda mana shu shamni olaylik. Demand zona ekan. Demand zona, buni zona sifatida bergan bo'lsa kerak mana shu joylarda. Demak, ketdik. M5 ga emas, M15 ga o'tamiz, chunki H4da M15 da ko'rish kerak. H1da akalar M5 da ko'rasiz. Ketdi. Qani qayerda qolib ketdi bizning zonachamiz? Tepaga chiqib ketib qoldikmi? Da. Mana shu joy bizning zonamiz sifatida olinar ekan. Endi bu nihoya qaytarmaganda akalar. Qaraysiz. Qaytargan pipslari ham bezisda. Qaytarishi bu zonaga bog'liq emas, eng qiziq. Qaytarishining boshqa sababi bor. Tepada ana shu demand zona hosil qilgan. Ya'ni rebir deydimi, rebirmi, arbirmi deydi, ana shu narsa qaytaradi. Qaraysiz. To'g'ri, bu yerda balkim normalniy punkt qaytargandir. Etaklar, lekin mana bu narsa bu qaytarmagan bu sham. Bu shamni qaytardi deb o'ylamaysiz. Mana bu sham qaytargan akalar. To'g'ri tushuning, bu sham qaytarmagan, mana bu sham qaytargan. Har doim bunday shamlar qo'llab-quvvatlovchi hisoblanadi va kelgan qaytib ketgan va normal pips. Va bu sham yana qaytargan bo'lish kerak adashmasam. Lekin ularni bir qanaqa MKS bir palay battar shami hech qanaqa qaytarmagan. Mana shu joydan ham yorib o'tib ketgan, kelgan yana qaytargan. Bu shamni kuchi, ya'ni buni hech qanaqa mana bu shamga aloqasi yo'q. Bu sham hech qayerda qaytara olmaydi ham, qaytarmagan ham. Bu yoqdagi narsalarni ko'rsangiz ham qaytarmagan, bu sham o'zi qaytarmagan biron joy. Ana shunaqa o'ynab yuraveradi. Ham bu joyda hozir yorib qo'yadi, birov bayga kiradi. Shunchalik unaqa narsalarga ishonmaysiz akalar. Paflo narsalar endi. To'g'ri, balkim buni ishlatsangiz, balkim ish berar, bilmayman. Men shaxsan ishlatmayman. Menga umuman yoqmaydi. Bir tiyin qimmat deb bilaman shaxsan. Chunki juda ko'p ko'rganman. Bunaqa narsalarni oldindan ishlatganman, to'g'risi. Mana bu joyda ham demand zona bor ekan, shu demanddan ko'ramiz. Qaraydi. Mana shu demand aslida qaytargan, ko'pchilik mana bu joyda tap etib tushib ketgan-ku, mana demand ishlamagan deyish mumkin ko'pchilik. Hozir mana shu demandni qaytarganini ko'rsatib beraman. Demand qaytargan shu joyda M5 larda. Yerda M5 ga o'tib ko'ramiz. Shu narsalarni topib olishimiz qiyin bo'lyapti. Qaraysiz, mana shu narsa ekan qaytarish kuchimiz. Endi ko'ramiz. Qaytarganmi yo'qmi? Lekin shaxsiy fikrim o'zgarmaydi meni. Bunaqa narsalarga umuman ishonmayman ham, qaytaradi deb ham o'ylamayman shaxsan. Qaraysiz, bu yog'ini ko'rib chiqamiz. Qayerda qaytargan ekan? Ko'ramiz. Mana bu joyda zonani yorib o'tib, endi bunga bog'liq emas, lekin bu qaytish kuchi. Hozir buni ham isbotlab beraman. Bunga hech qanaqa bog'liq joyi yo'q. Bunga bog'liq joyi tepada pastdan kelganda order blok degan narsa bor. Mana bu shamga bog'liq bu yerda qaytarish. Mana shu ishlab bermagan, biron marta ishlab bermagan va ana shu joydan qaytaryapti. Bu hech qanaqa mana bu joydagi zonacha bilan nihoya ishlamaydi. U keyin qaraysiz, xos unutdim nima. Qaysi sham edi, eslay olmadim.
videoni qaytarib ko'rsangiz bo'ladi. Qarochisi shamni buzib o'tgandan keyin u shamni yana qarochisi nima deydi? U yoqqa buzib o'tsa bayga kiramiz, bu yoqqa buzib o'tsa silga kiramiz. Mana shunaqa. U hozir mana bu yerda ko'rsatilgan bir 10 marta buzib u yoqqa o'tgan, 10 marta buzib bu yoqqa o'tgan. Lekin men bu zonada buzib o'ta olmagan hech qayerga. Ko'ryapsizmi? Shuni buzib o'tib ketdi pastga. Keyin qaytib keldi. Keyin ketdi oqib. Bu yerda ham hech qanaqa tasdiq yo'q. M5 da hech qanaqa tasdiq yo'q. Men mana shu joyda umuman kirmasdim hozir. Hech qanday tasdiq yo'q. Balkim M1 da bordir, uni ko'rib chiqish kerak. Lekin M1 dan tasdiq olib kirish u bilmayman. Men ahmoqlik deb bilaman M1 dan tasdiq olib kirishni. Hozir men boyagina qaytarib ko'rmasam bo'lmaydi to'g'risi. Prosta tak meni asabiylashtiradi bu treyderchalar. Treyderlar, kuchli bilimdon treyderlar. O'zlarini qanaqadir zonalarni atab oladi. Pastga o'tsa, hozir men mana shu joyni ko'rsatib beraman. Pastga o'tsa selga kirish kerak, tepaga o'tsa bayga kirish kerak deganini hozir men sizga ko'rsatib beraman. 10 marta selga, 10 marta bayga kirib 20 marta stop oladilar. Ana shu joyda agar ana shunday kirganligingizda. Ketdi. Ko'rsatib beraman ana shu joyni. Aynan mana shu sham boya unutib qo'ydim. Aynan mana shu sham. Sal katta bo'ldi, xo'p. Bo'ldi. Ketdi. Qaraydi. Badang. Buzib o'tib ketdi pastga. Keldi, retiska sel kirish kerak edi, lekin u zonani bayga buzib qo'ydi. Bay kirdim. Pastga selga buzib o'tib ketdi. Men endi mana bu joyga sel kirishim kerak edi, lekin zonani buzib qo'ydi. Yana men bay kirdim. Yana bayga selga buzib o'tib ketdi, lekin qaytib kelmay dalish pastga tushib ketdi. Ko'ryapsizmi? Bunaqa zonalar ishlamaydi, tushuningizmi? U narsa. Agar pastga kirib selga, bo'lsa bayga, yo'q bo'lsa selga degan narsani ishlatmaysiz. Bu shaxsiy fikrim, endi bilmayman. Bu strategiya o'zi $3000 umuman arzimaydi. O'zi trading sohasida mana qancha vaqtlardan beri, misol 2 yil bo'layotgan bo'lsa, 2 yil bo'ladi yaqinda. Men shaxsan $3000 strategiya ko'rmaganman. $3000 arziydigan strategiya yo'q deb bilaman. Shaxsiy fikrim bu men. Balki men xato bilayotgandirman, balki bilmayman. Lekin $3000 undan oshiqli umuman o'zi strategiya, pulli strategiyaning o'zi yo'q. Chunki bozor 1900-yillarda yaratilgan ana shu eski support resistant degan narsa bilan yuribdi hali. Bozorda boshqa narsa yo'q aslida. Odamlar hayron qolaman, qanaqadir strategiyalar yasab olib, qandaydir nimalarnidir qilib, bir narsalar qilib yotibdi. Demak, xohlasangiz boshqa strategiyalarni ham ko'rsatib beraman. Videoni kommentiga yozib qoldiringlar. Boshqa qanaqa strategiyalarni, misol qaysidir trader qanday qilib bu yerdan zona chizib, nima uchun kirayotganligini bilmayotgan bo'lishlaringiz mumkin. Ularni ham ko'rsatib berishim mumkin. Ya'ni unaqa strategiyalar aslida yo'q akalar. Shunday gaplarga aldanib qolmaysiz. Like, komment yozishni unutmang.